Bir bola kechasi uxlay olmayotgan edi. Soat 02:30. U zerikib telefonini oldi va diktofonga ovoz yozishni boshladi. Bugun negadir uy juda jim. Yozib bo'lgach o'zi eshitib ko'rmoqchi bo'ldi. Play bosdi. Avval hammasi normal edi, uning ovozi. Bugun negadir uy juda jim. Keyin birdaniga yozuv davom etdi. Lekin u buni aytmagan edi. Lekin men yolg'iz emasman. Bola darrov yozuvni to'xtatdi. Yuragi tez ura boshladi. Xatolik bo'lsa kerak, deb yana qayta eshitdi. Bu safar ham xuddi shu joyda. Lekin men yolg'iz emasman. Ammo bu ovoz uning ovozi emas edi. Sekin, xirillagan, begona ovoz edi. Bola qo'rqib telefonni qo'yib yubordi. Atrofga qaradi. Xona bo'sh. U o'zini tinchlantirdi. Ehtimol fon shovqini. Lekin ichida nimadir noto'g'ri ekanini sezdi. U yana bir marta yozuv qilishga qaror qildi. Telefonni qo'ydi va dedi: "Bu safar faqat men gapiryapman." Yozuvni to'xtatdi. Darrov eshitdi. Avval yana uning ovozi. "Bu safar faqat men gapiryapman." Keyin yana o'sha begona ovoz. Lekin bu safar yaqinroq, aniqroq. "Ha, faqat sen eshityapsan." Bola muzlab qoldi. Bu safar ovoz yozuvdan emas, uning qulog'i yonidan kelgandek tuyuldi. Ertasi kuni uning telefoni topildi. Ichida oxirgi yozuv bor edi. Yozuvda hech qanday gap yo'q, faqat bitta narsa eshitiladi. Nafas olish ovozi va oxirida juda sekin pichirlash. "Endi sen ham yozuvsan."